Obbo, bu nima ko'rgilik deb o'tirmaymiz. Assalomu alaykum, Oybek va Vodiy qadrli obunachilari, chorvador aka-ukalar. Akalar, bu video roligimizni chiqishimizdan maqsad bitta. Soppa sog'lom o'z oyog'i bilan uyimizga yurib kirganda, mana hozirgi holati shu holatda. Nimaga? Bunga sabab nima? Akalar, hozir kecha kunduzda dolzarb bo'lib borayotgan zaharlanish. Zaharlanish o'sha misol uchun deylik, ayollarimiz ko'proq to'rg'ashadi. Ovqatdan chiqqan masala issiq harorat hisobiga aynib qolishi va molni yeyishi zaharlanish. Buni chiqazishimizdan maqsad, akalar, yaxshi pulga olyapsiz. Kichkina bo'zagan $1000, $1200 shuna bo'lyapti. Sifatli yaxshisini olaman siz. Buni ham sifat surti zo'r edi. Holati mana shu holatga kelib turibdi. Ogohlantirmoqchimizki, olayotgan molingizga befarq qaramang. Issiqda qoldirmang. Issiqlashiga muntazam nazorat ostida bo'ling. Bu narsani tashlab qo'yganingiz bilan o'zidan-o'zi bo'lmaydi. Kimgadir hali dardimizni aytib chiqmoqchi emasmiz video qilib, shu bizni peshonamizga yozilgan ekan va egasiga telefon qilib, hozir yurib kirgan moling mana bo'ldi demaymiz ham. Shu nasib qilgan ekan bo'ldi. Faqat bu videorolik, qisqa videoroligimizdan maqsad chorvalaringga olmanglar, boqmanglar emas. Olinglar, muntazam nazoratda bo'lsin. Muntazam nazoratda bo'lsin. Like bosib obuna bo'lishdan yiroqlashmaysiz. Bunda yomoni bo'lishi mumkin edi. Kelgan bola qazoga dab bo'lsin deymiz. Like bosib, paddashkani Oybekjon gazini qo'shib tursangiz, aka, biz yana mehnatdan charchamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.